Assalomu alaykum, savodashlar, tinchlikmi? Vaalaykum assalom. Biz tinchlik. Tinchlik olim siz uchun. Yaxshi, alhamdulillah. Unda olsa oldingi haftalik darsni biroz takror qilib o'taylik. Ya'ni servo motor deb o'rgangandik. Qisqacha shaklda. Ya'ni bunida nima degan chog'da servo motor orqali nima yasalaydi ekansizlar? Qo'l yasalaydi ekanmiz ustoz. Robot yasalaysiz. Qo'lga Robotniki qo'lini har xil tarafga aylantira oladigan. Mana qaranglar, mana bu yerda 4 servo bor ekan. Biz 4 servo orqali bir robot yasay oladigan bo'ldi ekan. Men inglizcha so'zlab beray. Last week we talked about the servo motor. With the servo motor, you can make a robot arm. Arm degan qo'l degan gap. Arm. And then sizlarga oldimizda bir nim yasaladigan to'g'riliq ma'lum bir projekt yasaysizlar. Ash to'g'riliq so'zlashgan to'q. Undaqda servoni hozir so'zlashdik. Servoda bir tishliqchoq bor. Ya'ni tish. Gears deydi. Tishliqchoq. Uni aylantiradigan. Uning keyin motor bor, DC motor. Uning keyin potentiometrlar bor. Kontrol qismi. Shu ashniki servo qismi. Uning keyin uyg'urcha materialdan uning orqasi bo'laklarniki uyg'urcha tushuntirishni so'zlagan to'q. This is a servo. It has 4 components. Okay, gears. Tishliqchoq deydi, gears. Motorni motor deydi, kontrollig'ich deydi. Uning keyin potentiometer. Ya'ni o'rnini belgilaydigan gap. Potentiometer degan gap ashniki o'rnini belgilash rolini o'ynaydi. Uning keyin servo motorni so'zlagandan keyin darsimiz tugab ketib qoldi. Asosligimiz servo orqali shu ya'ni bir narsa aylantirib bo'ldi dedik. Undan keyin servoni qanday aylantiramiz degancha bir narsa shaklda aylantira olamiz. Birsi coding orqali, ya'ni ashning o'rnini blocks deydi. With the blocks we can control it. With the coding we can control it. Ya'ni blocks orqali ham uni kontrol qilib bo'ldi, coding orqali ham kontrol qilib bo'ldi. Coding orqali murakkab ishlarni qila olasizlar. Abemda 4 dona servo orqali bir robotniki qo'lini yasadik. With the 4 servos we can make a robot arm. Ya'ni qo'lni har xil tarafga aylantira oladigan. Ya'ni kodini bilmasang yaxshi. Ya'ni kodiningki darsga diqqat qiling. Nima chiqarganingiz? Nima? Ondan keyindan bugun so'zmoqchi bo'lgan narsa nima degan chaqda, shu servoni qanday kontrol qilamiz degan chaqda potentiometr orqali kontrol qilib bo'ldiganligi to'g'ri so'zlamoqchidik. Bu qisqacha tushuntirish oldingi darsni. Undaqda bugungi darsni yana bir so'zlab o'taylik. Bugungi darsda nima so'zlamoqchi degan chaqda sizlarga yana bir muhim narsa shu servo har xil narsalarni kontrol qilgan potentiometr deydigan bir narsani so'zlab o'tamiz. Buningdan burun men sizlarga bir yana bir ekronni so'zlay. Ya'ni potentiometr deydi. Uyg'urcha potentiometr deydi. Potentiometr orqali xuddi chiroqlarning kuchlik ojizligini tanishig'li bo'ldi. Ashi ishlaydigan narsa nima degan chog'da potentiometr deydi. Ya'ni we can dim a light. Dim degan gap uni kuchlik ojiz qilish. Light degan nur. Mana bilim nur degan she'rda o'sha bilim degan she'r yozgan chog'da bilim nur deb qo'ygan. Haqiqatan bilim degan nur. Intayin jiq sizlarga baklanib kelalaydi. Nurg'un ishlarni qila olasizlar. Hozir degan hamma narsa robotlashib ketib ketadi. Nurg'un narsa avtomatlashib ketib automation deydi. Shunlashqa sizlar mush narsani yaxshi o'rganib olinglar. Buning uchun nima lozim degan chog'da men sizlarga buniki shu narsani loyihalashniki ish tartibini deb beray.
qandaq qilgan chog'da mushniki loyihalaymiz, qanaqa qilgan chog'da buning ish tartibi bo'ldi. Qanaqa narsa bir ish tartibi bo'ldi. Mashina haydag'an chog'dimi, ya'ni uningmi bir maxsus nimalari bor, prinsiplari bor. Sizlar shularning prinsiplarini o'rganib olsanglar, hatto siz kelgusida mashina yasay olasizlar. Ya'ni shu avtomatik holda o'zi mang'alaydigan mashina deydi. Ashuni bizning o'quvchilar yasab baxti, kichik bir mashinani. Men sizlarga ashuni misolni ko'rsatib qo'yay. O'tgan yili o'quvchilarga nurg'ulg'an proyektlarni ishlaganda, last year students made a lot of different projects. So if you know how to do those steps, you can make many different things. Bakchiq narsa yasay olasizlar. Onun uchun nima lozim degancha birinchisi ask deydi. Ya'ni so'rash. Birinchisi mana bu yerdagisi ask. Ya'ni so'rash. Ya'ni qanday masala va problem. Sizda nimani hal qilmoqchi? Masalan, kichik bolalar davomli kichik vaqtda bakchiq savol so'raydi. Shunami? Bu nima, u nima deb yangi shu bir 2 yoshlik vaqtlarda shu bir narsa dunyoni so'rab o'rganadigan gap. Sizlarni so'rash orqali qanday bir narsani yazsam bo'ldi deb o'zingizdan so'rashingiz kerak. Ya'ni keyingi bir oy vaqt ichida hammalar bir projekt yasab chiqsizlar. Ma'lum bir oddiy bo'lamdi, murakkab bo'lamdi. Shunga har xil savollarni so'rab boqinglar. Ota-onangizdan so'rab boqinglar, do'stlaringizdan so'rab boqinglar. You need to ask, what should I make? Men nima ish qila olaman? Nima qilsam bo'ldi degandek-chi. Undan keyin imagine deydi. Imagine degan nima degan chog'da unda tafakkur qilish. O'ylash. Ya'ni biz uchun musulmonlar 3 narsa bak muhim. Ya'ni fikr deydi. Fikr qilish degan gap o'ylash. Imagine qilish. Fikr. Undan keyin shukr deydi, ya'ni zikr deydi. 3 narsa bak muhim. Ashuna ichidagisi birisi nima kerak degancha fikr qilish. Fikr, shukr, zikr. Undaqda men fikr qilgan vaqtida, davomli o'ylagan vaqtingizda zada qanday qilib bo'ldi, har xil o'ylarlar orqali nurg'un narsani hozir yasab qilib oldim. Sizlar o'ylar orqali siz o'ylagan narsalar hozir turmush nurg'un narsalar bor hozir. Nurg'un yangilik narsalar chiqyapti. Hozir sun'iy aql deydi buningda. Texnik mukammallashadi. Hozir boshlanmasi, kelgusi texnik güzel narsani yasab bo'lgan gap. Shunda fikr qilish kerak. Imagine. Undan keyin cho'p manimo. Uchinchisi plan. Uyg'ur tilida plan deymiz, shundami? Plan qilish. Bek yaxshi. Ya'ni oldi bilan so'rdinglar, undan keyin fikr qildinglar, qilsam yaxshi bo'ldiki degandan keyin undan keyin plan qiladigan gap. Hozir sizlarni plan qiladigan vaqtinglar kelib qoldi. Dadi shunday bir ishlar bo'lsa, qanday qilsam bo'ldi deb uning uchun men sizga bir nechta narsani degandim. Ya'ni input, output, ya'ni kirish sistemlari, chiqish sistemlari, ya'ni input, output, undan keyin esa menga processing deydi. Ashuniki muhim ashuni bir taraf qilish qismi. Shunlashqa narsani plan qilishinglar kerak. Undaqda bir narsa yazsam, buningki kirish sistemlari qaysi? If you want to make a thing, you need to make a plan. With a plan, you need to know what's the input, what's the output. Ashbah muhim. Undan keyin ash input outputlarni men nurg'un o'ng'ayli deb berdim. Ya'ni qanday bir input sistemlarga nisbatan, if it's input, ya'ni kirish sistemlari, you always say read. Davomli o'qish bo'ldi. Ya'ni digital read, analog read. Agar chiqish sistemlari bo'lsa, output. Ya'ni chiqish sistemlari bo'lsa, hammasi write bilan bo'ldi. Yozish. Read bak muhim. Amerikaniki bir nima zo'ngtan vaqti biron nim degan chog'da readers are leaders deydi. Readers degan gap nim degan gapda o'qigan odam, leaders degan ya'ni boshliq bo'ldi deydi. Readers are leaders. Ya'ni o'qigan odam, jiq o'qigan odam kelgusida bilimli bo'lib,
ya'ni shu davlatninki so'raydigan cho'ng boshliq bo'ldi degan gap. Intayin ikki so'zlik bilan qaranglar. Readers, leaders. Intayin qolay. Shunga jiq narsalarni sizlar hozir jiq o'qisanglar, kelgusida texnik bilimli bo'lsizlar degan gap. Undan keyindan 4-sinf degan chog'da create. Create degancha ya'ni yasash, bir narsani barpo qilish degan gap. Ya'ni siz plan qildinglar, undan keyin ashuni qulonlar bilan yasab, ashuni bir ko'rib baqsizlar. Uni create deydi. Ashuni yasash. Ya'ni ash planga asosan ashlarni o'zlarini qilib baqsizlar. Undan keyin bir oddiydan yasaysizlar, hamma narsani bir qadam bilan qilsizlar. Ya'ni oldi bilan bir sensorni qilsizlar. Yana bir harakatlantirgich, bir ashlan sinab baqib, undan keyin ularni birlashtiradigan gap. Maqsad shu. Oldin haftada servoni o'rgangan to'q. Ya'ni servoga bir necha qadamlar qanday qilgancha ashni harakatlantira olamiz, ashni to'lg'iy olamiz, the turn, how we can turn a servo. And the command, ashniga kodini qanday yozamiz deb oddiy servoni qilgan to'q. U birinchi bosqich bo'lib hisoblandi. Ham ikkinchi bosqichda nima? Potentiometer. Potentiometer, we can control it. Ya'ni potentiometer orqali endi uni kontrol qilib harakatlantiramiz. Potentiometer orqali harakatlantirilgan gap. Xuddi mesela ish yazsangiz-chi, mesela potentiometer orqali mesela ishni echish, yepish bo'lsa, endi siz potentiometer orqali uniki shu jiraqni turib kontrol qilgan gap. Uni qanchalik ochaman, to'liq achamanmi, yarim achamanmi deb potentiometer orqali qilib, uni qo'lda ko'tarish emas. Shu potentiometer orqali kontrol qilgan gap. Chiroqlarni potentiometer orqali kontrol qilgan gap. Qaranglar. Ashuni hamda bir necha narsani birlashtirdi o'qidi. Hargizmi bir navbatda murakkab narsa yasayotmaysizlar. Bir navbatda robotni yasayotmaysizlar. 4 potentiometer orqali bir robotni yasasak, birinchi qadamda nima degan chog'da bir potentiometerni ishlatib, uni sinab beqish kerak. O'ngga, so'lga. Uning keyin yana birsini qo'shib, ostiga, ustiga bundoq. Uning keyindan yana bir narsalarni qo'yish orqali to'lg'indigan, ashunaqchi, har xil narsani yasaga bo'ldi. Undan bo'lgan keyin ashuni bir-birlab qurashtirib, uning keyindan uni improve deydi. Improve degan gap nima degan chog'da yaxshilash. Improve degan gap yaxshilash degan gap. Texmo mukammallashtiradigan gap, bir-birlab hargiz qo'rqmanglar, xatolik o'tkazishdan, ha? Agar birinchi qadamda ishlamasa, yana sinashinglar. Davomli yaxshilab, oxirida mukammallashtiradigan gap, improve deydi. Mana qarangmish, best bosqichda bo'lgan gap. Shuni hargizmi siz bir navbatda bir butun bir narsani yasab o'tolmaysizlar. Cho'qim o'sha qadam bosqich bo'yicha bir yasashinglar kerak. Bu sizlarga qo'yiladigan talab. Undaqda sizlar qanday qaranglar. Hozir men sizlarga gapiray. Bu bir gen desa bo'ldi. Gen degan chog'da meniki tadqiq qiladigan narsam o'sha gen. Genni tadqiq qilgan vaqtimda hayron qolardim. Biz bilmaydigan narsalar taqib bekchiq. Sizlar bilim hamma narsalar hozir putib ketdi. Taraqqiyot yuqori bosqich chiqib ketdi. Hozir men nima ish qilaman deb o'ylab qolishingiz mumkin. Hozir sun'iy aql va kelgusida balki menga ish yo'q bo'lib qolgan shaydo deb o'ylab qolishingiz mumkin. U unaqa emas, ha? Bu boshlanmasa, men genni tadqiq qilyapman. Men genni hozir bizning bildiğimiz nechilik desanglar 1% dan 2% gacha. 98% genninki butun mohiyatini tushunmaymiz, bilmaymiz. Hech bilmaydigan narsamiz. Undaqda bizning bildiğimiz qanchalikka 1-2%. 98% narsani o'rganib tadqiq qilamiz, bilmaymiz. Qarang, nima ish qilsanglar bir odamning genini tutashtirsak, bir odamning geni yer sharidan kunga verib, kundan o'sha yer shari qaytib kelgunchalik uzunlikda. Bir odamning gen bunchalik uzunlikda qarab boqinglar. Ne kadar uzun gen. Yani gen degani inglizcha gene deydi. A gene, the length for one human is reached to the sun and sun to the earth. Yani yer şardan kunga, kundan yer shar qaytib keldi. Qarang, mushunda murakkab.
Aş genning kichkidan bir qismida azroq chataq chiqsa, balkim kanser bo'lib qolishi mumkin, har xil kasalliklar bo'lib qolishi mumkin, har xil masalalar yuz berdi. O'ylab baqinglar, Covid bo'lgan vaqtida, Covid degan virus bak kichik u. Bakli kichikgina narsada shu virus butun dunyoni qo'zg'atib etdi. Butun dunyoda masala keltirib chiqadi. Ashundagi o'zgarish kichkina yerda yuz berganda. Kichkina narsa yuz bergancha butun dunyo qo'zg'alib nurg'ulg'an astin ustunchilik bo'lib ketdi. Qaranglar, bizim bilmaydigan ishimizda jiq ma'qulmi? Undaqdan bu masalalarni qanday hal qilamiz? Kelgusida sizlar bir ishlarni qilma desanglar, nurg'un ishlarni qilib olasizlar. Ma'qulmi? Nurg'ulg'an balkim shirkatlarda ishlamsizlar, professor, doktor bo'lamsizlar, yoki bo'lmasa kelgusida cho'ng boshliq bo'lamsizlar, nurg'un ishlarni qilasizlar. Shunlarni qanday qilish kerak? Read, ya'ni o'qish. Ya'ni readers, leaders deydi. O'qigan odam olim bo'ldi deydi. Ha? Undaqda nima qilish kerak? Ya'ni sizda right skills. Chuqum shu nishonga yetish uchun this is a target deydi. Nishon. Siz nishonga yetish uchun qanday qilish kerak? Right skills deydi. Ya'ni to'g'ri mahorat bo'lish kerak. Ha? Masalan, coding qila oladigan, undan keyin nurg'un ishlarni qila oladigan bo'lish kerak. This is a right skills, ya'ni coding biladigan. And then keyin right tools. Ya'ni ashuna bir tools ketadi. Kuniga bormi deb mengib bog'il olmaydi. Chuqum ashnaga ma'lum bir narsa keltirgan gap. Dengizni o'tma desa, uzib o'tkila olmaydi. Ashnaga ma'lum bir narsa ketadi. Mana kelgusida siz bilimli bo'lma desanglar, men hozir sizlarga right tools ni o'rgatyapmiz. Tools degan gap detal, ya'ni ma'lum bir asbab degan gap. Masalan, sizlarga Arduino ni o'rgatyapmiz, Tinkercad ni o'rgatyapmiz. Mushning bilan mush right tools deb hisoblandi. Uning keyin nima degan chog'da right mindset. Right mindset degan nima degan chog'da to'g'ri iroda. Ya'ni haqiqiy kuchli iroda degan gap. Ya'ni Uyg'urlar qaranglar, Uyg'urlar nurg'ulg'an boshqa millatlar qilolmagan ishni qila oladi. Ya'ni og'amchining ustida ma'laydi. Hatto 7-8 yoshli bolalarmi vatanda. Ashla mahorat ko'kitib, hech kim qilib boqmagan ishlarni qila oladi. Shunami? Shunga nima uchun iroda? Irodali bo'ldi ekan, nurg'un ishlarni quvvat qilib oldi. Shunlashqa sizda mahorat egallanlar. Biriga mahir, ko'pga qobil deydi. Bir narsani yaxshi o'rganib olsang, nurg'un ishlarni quvvat olasizlar kelgusida. Undan keyin to'g'ri iroda sizda iroda indan kuchli bo'lish kerak. Men o'zimning tadqiqotini hozir so'zlab beray. Balkim kelgusida sizlar har xil ishlarni o'ylashingiz mumkin. Kelgusida men nima ish qila olishim mumkin? Balkim ma'ni qila olaymi, ani qila olmayman deyishingiz mumkin. Ana insonlar hamma ishni qila oladi. Qaysi ishni qila olmaydi? Nenkayindan haqiqatda bir inson qilgan ishni boshqa insonlar qila oladi. Qanday bo'lgan chog'da, ya'ni to'g'ri mahorat, iroda, ashnarslar bo'ldi ekan, sizlar ham ishni qila olasizlar. Mening tadqiqotim qanday ishlarni tadqiq qilaman degan chog'da doktorxonadagi ishlarni qilaman. Doktorxonadagi menglarni modellashtirish, undan keyindan uskunlarni yasash. Men Philips shirkati ishlagan burun. Maxsus Philipsning nurg'ulg'an shirkatlari narsalarni yasaydigan shirkat u. Ashlarni tadqiqot markazida. Maxsus mengini tekshiradigan, menga qon tushish, tekshirish. Undan keyin hozir men o'quvchilarim yana nurg'ulg'an ishlarni qilyapti. Mana shu boshqalarniki menga qon tushimda yurak kesilib, ashlarni qanday bayqaymiz, qanday shu yiroqdan kuzata olamiz degan o'xshash. Men o'quvchilar mush ishlarni qilyapti, qaranglar. Men nurg'un ishlarni qilib oldim. Undan bilak men yana rak kesili to'g'riliq ishlarni qilaman doktorxonada doktorlar bilan. Endi burun, yana qaranglar, biz doktor bo'lmasakmi, doktor bilan birga ishlab, uskunlarni yasash, nurg'un ishlarni qilgan ekan. Shuning bilan shu rak kasalliklarini turga oladigan gap. Buni qanday turga olamiz degan chog'da sun'iy aql. Chunki genning murakkabligini deb berdim, shu qadar murakkab. Genome is very complex. Gen bek murakkab. Uni adam bayqab olmaydi, shunga kompyuter bilan bir taraf qilgan gap. Nurg'ulg'an narsani yasay olamiz. Ko'rdingizmi? Kelgusida sizlar doktor bo'limi demsizlar, shirkat ishlaymi demsizlar, olim bo'limi demsizlar. Hammasi qanday ekan?
Meniki ma torbetini chiqarib qo'ydim, Mehmetjon Lab deb. O'sha torbetga qarasanglar, ashundan nurg'un narsalarni ko'ra olasizlar. Bu orqali men nima demoqchi degan chog'da, nima qilsizlar degan chog'da oddiy narsani bir narsani yasashni plan qilinglar. Men o'tgan yilgi bolalarning yasig'ini men ko'kitib qo'yay. O'tgan yil o'quvchilar nurg'un narsalarni yasayapti. Ustaz, Mush men ular nerede sergilaydı? Sergilendi ya uyda kalandı başta. gapingizni endi anglab qolamni qaytadan ha? O'ldikdan ha? Qaranglar, men Ular bu texnik sergilendi. Ular yazılan nersini sergilendi. Bir yerde gösterdi. agar bir narsa yazsanglar-chu, men bolalar sahifasi deb bir yer bor. Qaranglar. Bolalar sahifasi. Bu yerda mushu bolalar sahifasi qo'yib qo'yamiz. Bolalar sahifasi degani bassanglar, menga texnik torbetida o'tgan yilgi bolalarning yasagan narsalari bor. Qaranglar. Bolalar sahifasi. Bu bolalar sahifasida bolalar har xil narsalarni yasadi. Hozir ostib qo'yadi. Üstünde yerga bir nersimizni çıkarımız. Ya men uni keyin deb beraman. Oldi bilan yassanglar birinchi qadamda. Uning keyingi qadamlarni deb beramiz, bo'lamdi? Endi bir ba'zan o'quvchilar 7 yosh bolalar bor uning orasida, yasaganlarning orasida, ba'zilari 9 yosh, ba'zilari 11 yosh, ashuna uchun nurg'unlarni narsa yasadi. Eng oddiy narsa nima yasadi degan chog'da potentiometr bilan chiroq yorug'ligini tangshash. Bugun hali Ehson o'g'lim mashina tushuntirib berdi. Potentiometr bilan chiroqning yorug'ligini qanday tangshaymiz deganda. Uning keyinda nima yasadi degan chog'da shifrli xat. Ya'ni shifrli xatni yasadi. Secret code deydi. Aynen ekranımız yok. Rahmat. Men hozir ekronni paylaşay ya. Siz memnunsunuz sadece davatı siz de oynattılar. Bir yerde közetmepsiz de. Men o'zim so'zlab, men sizga ko'katmabdiman, ha? Yaxshi. Mana bolalar sahifasi deydi. Bolalar sahifasiga sizlardan qilgan narsalarni yasab chiqarib qo'yamiz. Bu bolalar sahifasi. Bolalar sahifasini ko'rdingizmi? Malum ballar sahibisini qanday açılır? Shu Mango Texnik torbetiga borsangiz. Muallim bilan so'rayolamdim. So'rang. Nima savol bor? Yarışma qachon bo'ldi? Musobaqa ajoyib oxirida bo'ldi. Yana belki 15-20 minutlarda men darslarni bir tugatib olsak, undan keyin musobaqa boshlandi. Men bolalar sahifasi qaranglar. Men Mango Texnik torbetiga borsanglar, eng pastga qaranglar. Eng pastga qarasanglar bolalar sahifasi deb bor. Bolalar sahifasiga chiqsanglar, mana shu bolalar sahifasida mana bolalarning yasagan narsalarni mishay chiqarib qo'yamiz. Masalan, mana shifrli xat deydi. Ya'ni secret code. Onun kendi yanında nima narsalar bor degan chog'da to'qliq piano, Daniyar va Kamran o'sha to'qliq pianoni yasagan gap. Mana shuni ichib ko'rib baxsanglar qanday yasadi. Ashla tushuntirib berdim. This is the kids website and the projects from the students. Ana bu yoqqa qarasanglar to'qliq piano va shu muzik chog'iladigan gap. Ashuni Arduino orqali yasab bittagan. Uning keyindan nimalardan ko'chichilg'i, hadiyaniki yasig'ini. Yadim qolmabdi, necha yosh, 6-7 yosh nimasida. Shunga o'quvchilar ba'zilari kichik, ammo shuna yaxshi narsa yasadi. Ba'zilari cho'ng'aroq narsa yasadi. Masalan, Ehson o'z Uyg'urninki aqlli eshikni yasadi. Haqiqiy ko'katdi buningda.
Aşı aqlliq eshik yasab, eshikni ochilish, yopilishni kontrol qilish orqali kontrol qilingan aqlliq eshik yasadi. Uning keyindan har xil chiroq yondirgan o'yin deydi. Uning keyindan yana nurg'ulg'an proyektlar bor. Bu faqat bir qismiki, ba'zilari qalpoq kiyib, shu qalpoq bilan shu ko'z ko'rolmaydiganlarga yo'l ochib beradigan narsa yasaganlar bor. Uning keyindan robot mashina yasadi. Aqlli mashina yasab, mashina qayaga mangdi, qayaga mangmaydi, qayada to'salg'i bor, ashlarni bayqay eng oddiydan murakkabgacha nurg'un narsa yasabatdi. Agar bir narsa yazsanglar, hammalarnikini shu bolalar sahifasiga chiqarib qo'yamiz, bo'lamdi? Bo'ldi. Ha, shunga oldi bilan plan qilinglar. Biz sizlarga bir jadval avatimiz. Jadvalga tizimlanglar. Bir nechanglar birlashib yazsanglar bo'ldi, 2 odam, 3 odam birlashsanglar bo'ldi. Yoki Arduino orqali haqiqiy narsa yazsanglar bo'ldi. Qo'lingizda tutib qo'la oladigan yoki bo'lmasa, nim yazsanglar bo'ldi, mana Tinkercad. Agar Arduino bo'lmasa, Tinkercad bilan siz ashlarninki zada qandaq bir nimisini taqlidi shaklda bir yasab chiqsanglar bo'ldi ashuniki. Simulation edi Tinkercad. Ash orqali yazsanglar bo'ldi. Undaqda hozir Ehson o'g'lim sizga nimani ko'kitib berdi? Mana bu Arduino'ninkini qandaq yasaymiz? Ash Arduino'niki yasag'ishini bitgandan keyin endi sizlarga musobaqa boshlandi. Hozir mana simulationni ko'kitay. Buni ekranda yanilbek cho'ng ko'rinyaptimi? Hech nima bo'lmas. Men sizga hozir bir nimani share qilay, ya. Mana darsniki az qoldi. Bir 15-20 minutda 15 minut tugaydi. Shuni bilan sizlar musobaqa tushsizlar. Har xil narsa yasay olasizlar. Oldilar birdan-bir sinanglar. Ya'ni men sizlargandek servo, uning keyindan bugun qilmoqchi qilgan narsamiz, men servo bilan potentiometrni birlashtiramiz. Kalgusizlar har xil narsani qo'sha olasizlar, bir-birlab. One by one. Step by step. Yani bir-birlab. One by one. One degan bir. One by one deydi. Bir-birlab deganda. Uning keyindan yangiratqu piazo. Uning keyindan bu taxta, knopka taxtasi, keyboard degani knopka taxtasi. Ash narsalarni birlashtirib, ash uydagi narsalarni kontrol qiladigan sun'iy aql, ya'ni aqlliq mashina, aqlliq yiroqdan kuzatgich deydi. Har xil narsalarni yasay olasizlar. Endi buni Arduino bilan hesab makinesi yasalamda. yasay olasiz, ha? Mana shu nima hesaplash makinasi yasalib bo'ldi, ha? Bugun Ehson o'g'lim nimani ko'rsatmoqchi degan chaqda sizlarga mana shu potentiometr bilan shu servoni qanday kontrol qilamiz deganni tushuntirdim. Today Ehson will show 2 examples. One, through potentiometer, how to control servo. Ya'ni potentiometer input system. Potentiometrda ashni ya'ni shu input qilgan gap. Shu signalni kuchini ajizlashtirish, yo'qlashtirish, potentiometer. And then servo output system, chiqish sistemi. Input, output. Input, output. Ashuni o'qiganlar davomli. Har qanday input bo'lgan vaqtida read, har qanday output bo'lgan vaqtida write. Read, write. Undaqda men Ehson o'g'lim beray. Hozir sizga Ehson o'g'lim buni bir so'zlab tushuntirib bergandan keyin sizlarga 2 narsani so'zlab tushuntirib berdim. Birsi potentiometr bilan servo, yana birsi potentiometr bilan LED zinachara. Ashlarni bittagandan keyin dars tugaydi. Musobaqa boshlandi. Musobaqada ana uyg'urcha ham ingliz chiqaroq musobaqani qilsizlar. After Ehson finished the 2 examples, one servo with a potentiometer and the second one is a servo with
no potentiometer with LED LED. Okay. Assalamu alaikum. Aleyküm selam ustaz. Aleyküm selam. Kızım ama. Yaxşı, ama yoxdur. Yaxşı ötmə, alhamdulillah. Endi mən sizlərə müştü qandaq yasashni göstərək, etin kökədim. Və hazır ha? Share screen kılamsız. Şuma hazır metin kökəni açmaqçı. Mən hazır mən hazır sizlərə eşib verməkçi. Mən bir zıraq sağaltdım. Mən sizə hazır eşib verəm. Mən bir az qaldı. I'm the share screenplay. Hazır sağ. Komedi hazır asta. Hazır. Hem de çıktı. Neyse bunu yakında yazışı küçük koyma. Yani şey karşısına bir şey bir de potentiometre var. Potentiometre. Biz bunu aylandıralımız bundan. Anda bana bir şey servo motor var. Bu şu aylanda. Yani biz başında nim yasayımız demek şu. Biz hazır yasa bakçım nasıl bu. Biz hazır yasa bakçım bu nasıl. Nerse. Biz bundan aylandırsak, muşumu ara tan aylanda. Muşunu kancık aylandırsa muş tan aylandırda. So what we are going to make today is a rotating device. So based on how much we rotate the potentiometer, this will rotate that much. Mesela bunda kandak şeyde mesela köstüğü. Muallim birine soru alamdım. Ha? Nim avu Arduino bilen oyuncak maşinlerini, yokonluk maşinlerini yasaklı bulamda. Ya boldu. Ne de M-bot deydiğen M-block deydiğen naksı var. Aslında bir package var. Aslında bir tane maşini yasayalayısıyla. Hem aşı bana. Ben size M-block küçük koyayım. Peki biz bu dersimiz M-block'ını öğretmeyimiz. Bana size M-block'ı küçük koyayım. Ben Arduino'nun birinci öğrenimde ben M-block'ı öğrendim. Bana muşu maşinanı situasyonlar gerek. Situasyonlar babası situasyonlar boldu. Eğer muşu situasyonlar boldu. Muşunu kanda yasaysız ve ne de köstüperdi. Andesiz aşını yasap, andesiz bana muşunu da kodunu şutup kod kılarsınız. Andesiz kod kılıp maşinanı ne de uya göre aylandıralaysınız. Hatta üzüm mağduran kılarsınız. Mesela muşu maşina ne de muşu tam keldi değil. Yani muşu tam kelip ayrı mağalaydı. Yani en bat deyip çakırdı. Muşu çark yazıp en bat deyip. Halala muşu situasyonda boldu. Dedi ki biz bunu bu derste öğretmeyimiz. Ma en bat. Önümüz ders kaydetti. Ana. Hadi ben size bunu kandak yasamayız ben size öğretip koyayım ha. Biz başlandığımız Arduino'ya katılmamız gerek. Ana aşı üstüge bir de Tokyo tahtası koymuş.
Bir de servo lazım. And then potentiometer mı lazım? Salvo. Buna biz ground'ni yerga tutashtiramiz. Underground qora bo'lishi kerak. Annushi terminal 1 va terminal 2 deyilgan eshiklar putlari bor. O'shanga xohlaganға nimani ground va tokni tutashtirsangiz bo'ldi. Lekin siz chuqur birisiga yerni tutashtirgan bo'lsangiz, chuqur yana birisiga tokni tutashtirishingiz kerak. Mesela shunga yerga ulusam, mushu putni yerga ulusam, mushu chuqur tok bo'lishi kerak. Yoki ben mushu putni yerga ulusam, mushu put terminal 1 chuqur tok olunishi kerak. Lekin siz terminal 1 va terminal 2ni almashtirsangiz bo'ldi. Lekin birisi yerga tutashgan bo'lsa, birisi chuqur tokga tutish kerak. Shunga 5 volt tok qilamiz shunga. Endi mana shuni qizil qilay. Tok normalda qizil bo'lishi kerak. Biz mushuni yerga tutashtirgandan keyin biz mushu terminal 2ni tokga tutashtirishimiz kerak. So since you connected terminal 1 to the ground, you need to connect terminal 2 to the power. And o'rtada wiper degan narsa bor. Degan put bor. Put degan signal, Arduino'ga avatar signal. Bu signal misherning bordi. Misherga tok yoki nima deydi? Yerga tutashtirsak bo'lmaydi. Shunga chuqur signal bo'lishi kerak. So this wiper is the thing that sends a signal, so it needs to be connected to Arduino. Ama shuni Arduino A0 ga tutashtiray. Chunki mushu analog bo'lgandan keyin mushu analog bo'lgandan keyin mushuni analog ko'rsatish kerak. Chunki mushu signal avatadi, ya'ni Arduinoga input bo'ldi. Va analog input misherdan keldi. Mushu 5 bitdan. Analog tutashtirdik. Endi biz servoni tutashtiraydi. Serverning 3 ta puti bor. Yer, tok va signal. Ground yerga tutishidi. Power tokga tutishidi. Va signal Arduinoga tutishidi. So the microserver has 4 feet. One is ground and is connected to the negative. We have power, which is connected to the power with a positive. We have signal, which is connected to the Arduino. Right? So we make ground usually black, and we make power red usually. Let's connect this to the Arduino. Let's connect this to pin 9. Okay, so this is connected to pin 9. And now this is how your setup is supposed to be. Yani sana bunday yazishinglar kerak. Undan biz kodni yazsak bo'ldi. Mana potentiometer A0 ga tutishidi. Undan potentiometer bir puti yerga, bir puti tokqa. Undan servoniki birinchi puti yerga, ikkinchi puti tokqa, undan uchinchi puti Arduinoga tutashdi. Endi biz kodni yazadi. So let's make the code now. And biz shuni yasash uchun biz bir ta variable yazishimiz kerak. Shu variable'ni biz in rotation deb chaqiradi. Ya'ni rotation degan island input deb chaqiradi. Mana shu input mana shu variable bo'ldi. And then input A0 ga tutashtiradi. Ya'ni chunki signal bor, signal A0 ga bordi. Shunga biz signalni biz shu A0 bo'lsin.
Andın şu microserver bağı, şu microserver bağı 180 gradus aylanalıydı. Yok, 360 gradus aylanalmaydı. Şu an biz şunu map kılışımız gerek. Andın yeni bir taraf variable yazsaydı biz output dep. Şu biz ünite server'ın aylanışı yani ünite hakkı server Arduino bunu kontrol qildi. Chatda eski narsa yozmoqlar. Asma bir so'rovingiz bormi? So'ol yo'q o'xshaydi. Biz output mana shu outputni biz map qilishimiz kerak. Yani mapni biz misherini topamiz. Yani biz buni misher map nimli shu signalni nimli shu microserverga Microsoft üçün o'zgartirish berdi signalni. Yani process qiladi. Yani inputni biz 0'dan 180 kadar qilamiz. Ondan mishada rotate servo pin deydigan bir blok bor. Biz shuni shu 9 ga tutashtirdi. Shu an biz 9 ga tutashtirib bo'lgandan keyin biz mushu 9 qo'yamiz. Anda qanchalik aylandi desak, shu output degrees aylandi. Shunga biz output blokini mushu qo'yishimiz kerak. Endi qarasanglar, biz potentiometrni qanchalik aylantirsak, microservo shunchalik aylandi. Mana. Sizlar buni esiga oldinglarmi? Ha, ben yasadım. Yaxshi. Yo'q bo'lsa, bizniki Tinkercad snapida topa olasizlar. Endi men sizlarga LED va potentiometrni ko'rsatib qo'yay. Mana. LED potentiometer. Qarasanglar, potentiometer ya va tok tutashliq. Terminal 1, terminal 2. Anda shu wiper, yani o'tirdagi pot aniga tutashadi. Chunki shunga signal avatadi. Ondan shu LED bor. LED'ni uzunlashtiruvchi bir resistor bor. Resistor Muallim, tok. Ha? kodni qaytib kelsak bo'lamdi. Mana men sizlarga tushuntiray. Nimatoq biz bu darsni nimatoq biz keyin torbitga chiqamiz. Sizlar torbitni ko'rsanglar bo'ldi. Shu narsa. Mana kod mishada. Koduna çıkmasın dedim. Ha. Mana kod mishada. Kodni ko'ramiz biz torbitga chiqarib qo'yamiz. Mana endi biz LED'ga qaytaylik. Mana ishida qarasanglar shu LED 9 tutashliq. Chunki 9 da signal keldi. 9 ondan shu katod yerga tutashliq. Mana qarasanglar. Biz yo'riqlarni biz potentiometr bilan kontrol qila olamiz. Ustoz bir isim bulandı. Ha? Hatta hem meylen dep kaladık hem. Abay dep Ha. kalan diyende o zaman.
Mana to'xtatib chatni. Mana hozir chat to'xtatib bir sekund. Muallim ovozimiz kelmayapti. Ustoz Mana amca ovozim yaxshi kelyaptimi? ustoz bak yaxshi kelyapti. Mana hozir sizga ekronni ko'rsatib qo'yay. Ustoz kafatga kaç dakika kaldı? 5 minutdan az qoldi. Buni sizlarga buni ko'rsatib qo'yay andin. Aylı oynayan ekanmiz. Andin Tokyo taxtisi. Andin potentiometer lazım. Ustoz Andin bunu nasıl dersini kılamışsınız? mesela ko'rsatib qo'yapman qanday yasashni. Shu 220 10 bo'lishi kerak. Şu fikir mi? 220. Ana, mushu narsa lazım. Bandirish uchun. Endi biz Tokyolarni tutashtiraylik. Shu ground yerga tutishida, ground normalda qora bo'ldi. Ustoz hamma groundlarni qara qilishimiz kerakmi? Nima qora qilsang yaxshi, qora qilishing lozim emas, lekin hamma yerda qora qildi. Va shu convention deymiz, ya'ni hammadan qilgandan keyin hammadan tushunish uchun oңайroq bo'ldi, boshqa ko'rsatsanglar. Shu normalda qora qilamiz. Andin biz plusni qizil qilamiz. Shu mana bu yerga qarasanglarmi, minusni qora qilib ko'rsatib, plusni qizil qilib ko'rsatdi. Hamma yerda bunday qildi. Endi biz mana shu qarasang terminal 1 va terminal 2 deydi. Biz terminal 1 ga yerga tutashtiraylik. Terminal 1 yerga tutashgandan keyin terminal 2 cho'qim terminal 2 cho'qim to'xta tutish kerak. Endi LED kelsak, mana katod cho'qim yerga tutish kerak. Shuni biz LEDni biz yerga tutashtiraylik. Endi wiper bar, wiper signal olatida va analog inputlar misharing keldi. Shuni biz buni wiperga tutashtirib qo'yay. Akılsız. Mikrofonu itilsanglar, kim gapirgan bo'lsa. Mana. Andin shu mana Musobaqa qachon signal boshlaydi? aniq. Mana 2-3 minut qoldi. Ama shu yerga tutashdi. Andin mushniki signal 9 dan keldi. 9 voy. Mana 9 mana.
Mishiyaga tutashtirdim. Andan Mishiya chiroqqa tutishdi. Endi biz kodni yasaylik. Ustoz bir Hı, narsa input. bulamdı. Ha, Jag'ni qizillam qilsak bulamdi yo boshqalarni qila olamiz. Ya qizil ha kalsın. boshqadan qila olamiz. Masalan, chiroqni bossanglar, color deydi. Turkiyada boshqa narsa bo'lib chiqishi mumkin. Color deydi. Endi sizlar Mishiyani boshqa rang qila olasizlar. Yeşil qilsak bo'ldi. Ya ustoz bilmadim bir narsa bulamdi deyman. Rengi almashsa bir narsa bulamdi buzib ketamdi. Yo'q, farq qilmaydi. Farq qilmaydi. Rangi farq qilmaydi. Biz kodni yasaylik. Input potentiometerninki avatgan signal bo'ldi. Ya'ni signalni anodagi signalni o'qing deymiz. Ondan mushu signalni o'xshash signalni chiroqqa olsa bak kuchli bo'ldi. Ya'ni biz bu signalni 4dan 1 qismini avatishimiz kerak. Mana buning uchun biz yembertal variable yashashimiz kerak. Bright. So if we send the signal directly from input, it's going to be too strong for the LED. So we're going to send a quarter of it. So the signal we're going to send is going to be bright. And the bright signal the chiroq avatimiz. And then bunu bölüş için biz muşunu birincisine kaçırız gerek math'teki. And biz bunu kılışımız gerek. Çünkü kompüter tilinde bu bölüş oldu. And input'ni biz 4'ge bölüşümüz gerek. And then muşunu avatışımız gerek. Yani biz 9'ga atımız dedik. Muşu PWM bo'lganiki, muşu siziq bo'lganiki biz 9'da avatimiz. 9 endi biz 9'ga nima avatimiz? Biz brightni avatimiz. Endi ma'lum boqaylik. Chiroq yonitdi. Mishiga pasaq kuchliroq bo'ldi. Ondan biz ana mishiga kelsak ojizroq, endi mishiga kelsak uchirib ketdi. Mana kod mishiyada. Sizlar buni yasay oldinglarmi? Yo'q. Ustoz musobaqa qachon Mana boshlandi? Biz hozir boshlasak bo'ldi. Mana Malim. sizlar bir minut ko'rib turganlar. Men echib turay musobaqani. Ha? Ben Ha? abi sel keşkirgendim şu an aldığım yasıgan ne var o abi. Aldığım yasıgan nerse. Aşne resimde atıverip kanıtım hazır bir yeri işlemedi. Biz bu işini dersin keyin sizishlik bo'ldi. Abi. Biz Ustoz yollamışsınız. normalda işlamagan bo'lsa, Tokyoga diqqat qiling. Tokyoga yana bir qadam qarab baqsangiz. Ondan sizlar boqing. Mana men hozir ko'zni ochib o'tiraman. Men hozir ochib o'tiraman ko'zini. Mana. Sizlar men uchun ma'lumlik dersizlar, sizlar nimli to'q ko'z qilolmagantinglar. Shu biz har ikki ko'zni nimli to'q har ikkisini qo'shib biz bitta ko'z yasadik. Shu ko'z ozroq uzun bo'ldi. Men hozir ulamini avatay. Mana men hozir ko'z qo'yay, ko'zini. Mana hozir ulamini avataman. Hozir ulamini. Of. Mana. Mana ulamma.
Önce Cristiano oldu. Tezerek kırılsan biz tezerek başlayamıyoruz. Biz azalak küçük kaldık. Ya müşrik köz azalak uzun közdü. Tamam. Biz oy. Ulanma. Bana ulanmanı yemek atı evet koyayım. İşimi atmak şeydi o. Bana. On dokuz kişiler kırıldı ama şu dersi 33 bolla. Batı kırıldı. Bir minutlukken biz közüne başlayımız. Muallim kirgin olmadın. Bana ikinci olan beni evet. İkinci olan beni besip Bulamdı. Ben çıkıp ketkenim için sizin yollığınız kod mende yokken çıkıp ketkendim. Hem de kirsem sizin yollığınız yok. Bana kayıt ettim. Baykuş baykuş. Bir olmadı hiç. Baykuş. Baykuş. Sen. Bir olmadı. Allah. Şu link yok mu? Bir kavdamız blok yapıyoruz. Sen. İşte biliyorum.